hozirgi kunda yoshlarda tez ko'tarilish degan tendensiya ketyapti. Ya'ni ozgina topib sekin katta topaman degan narsa yo'q. Birdan katta narsani xohlab qo'yapti. Buni oqibatida har xil noto'g'ri joylarga pul tikib qo'yilyapti. Qiyinchilik bo'lgan sari har xil piramidalarni xili ham ko'payib ketyapti. Yaqinda bir akamizni o'g'lini eshitib qoldik. Un biznesiga 10 ming tikish keladigan. 10 ming tikkandan keyin oyiga ming 2 marta bergan. Keyin degan shuni agar 30 ming qiladigan bo'lsak 5 ming keladi degan. Keyin bo'ldi 30 ming bergan, keyin yana 2 marta 5 ming berganda keyin degan agar 100 ming qiladigan bo'lsak 15 ming 20 ming bo'lar ekan degan. Bo'ldi deb 100 mingni bergan. Undan oqibatida anu odam yo'q bo'lgan. O'zi bundoq o'ylab qaraydigan bo'lsak, o'rtacha bizneslarda yillik foydagarlik 30% tashkil qiladi asosan. 30% bo'ladigan bo'lsak, bu oyiga 2,5% ga to'g'ri keladi. Ya'ni sizga taklif bo'layotganda 5% foydani taklif qildimi, u 100% piramida bo'ladi. Uzog'i bilan 200 berishi mumkin. Boshqasi piramida bo'ladi, aldiydi, pulni olgandan keyin bo'ldi, ozgina qiziqtiradi, o'sha o'zingizni pulingizdan qaytarib beradi, keyin oshirgandan keyin birdan yo'q bo'lib qoladi. O'shanga tavsiya qilardik, shoshmasdan tajribasi bor odamlar bilan maslahatlashib, keyin unaqa joylarga pul tikish.